Insult bu nogironlik degani emas. Insult, ya'ni bosh miyada qon aylanishini o'tkir buzilishdan keyingi holatdagi bemorlar ko'pincha bir taraflama gemiparez, ya'ni bir taraflama qo'l va oyoqning harakat cheklanishi va nutq buzilishi shunga o'xshash simptomlar bilan murojaat qilib keladi. Hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotda reabilitatsiya yo'li bilan bu simptomlarni davolash mumkin. Ya'ni harakat reabilitatsiyasida mushak kuchlarini tiklash, harakatni tiklash va bemorning muvozanatda yurishini tiklab berish. Nutq reabilitatsiyasi, ya'ni insult bo'lgan bemorlarda afaziya deb aytamiz, nutq buzilishi kuzatiladi. Bunda nutqni to'g'rilash, gapirishga o'rgatish va nutqni tiklash. Keyin psixosomatik reabilitatsiya, ya'ni bemorni depressiya va tushkun kayfiyatdan chiqarish va hayotga bo'lgan qiziqishini tiklash. Bu orqali bemorni jamiyatga qaytarib, hayot sifati tiklanadi. Agar yaqinlaringizda insult kasalligi o'tkazgan bo'lsa, nevropatolog shifokorga murojaat qilib, reabilitatsiya muolajalarini oling.